Salom, qadrli tomoshabinlarim. Bugun men siz bilan shunday muhim mavzuni muhokama qilamanki, unga e'tiborsizlik qilish sizni katta moliyaviy muammolarga olib kelishi mumkin. Bu shunchaki bir ogohlantirish emas. Balki bugungi kundagi qattiq haqiqat. Pul sizning qo'lingizga, bank hisobingizga yoki umumiy hayotingizga ma'lum hujjatlarsiz kelmaydi. Ha, to'g'ri eshitdingiz, ma'lum hujjatlarsiz pul sizga kelmaydi. Bu har biringizga taalluqli bo'lgan. Sizning shaxsiy moliyangizga, biznesingizga, farovonligingizga bevosita ta'sir qiladigan ma'lumot. Shuning uchun iltimos diqqat bilan tinglang va hozirroq kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosing. Bu ma'lumotlarning boshqalarga ham yetib borishiga yordam berasiz. Muammoning mohiy yaqin o'tmishga nazar tashlasak, esingizdami? Ko'plab moliyaviy operatsiyalar qanday amalga oshirilardi? Aniqrog'i, ularning ko'pchiligi butunlay norasmiy, naqd pulda hech qanday hujjatlarsiz, hech qanday rasmiy ro'yxatdan o'tkazilmasdan bajarilardi. Bozorlarda savdo-sotiq, xizmat ko'rsatish, hatto kichik biznesni yuritish, bularning hammasi qo'lga qarab amalga oshirilardi. Misol uchun bir tadbirkor o'z mahsulotini sotar, daromadini naqd pulda olar, hech qanday chek yoki kvitansiya bermasdi. Xaridor ham hech qanday hujjat talab qilmasdi. Bu holatda davlat ham, banklar ham bu operatsiyalardan xabardor emas edi. Kredit olishga kelganingizda ham ba'zan norasmiy daromadlaringizga ko'z yumilishi mumkin edi. Yoki banklar sizning moliyaviy holatingizni baholashda juda subyektiv yondashuvlardan foydalanardi. Misol uchun, uning do'koni yaxshi ishlaydi, mijozlari ko'p degan gaplar ba'zan rasmiy hujjatlardan muhimroq bo'lib tuyulardi. Ammo bugun vaziyat tubdan o'zgardi. Hukumat iqtisodiyotni oqartirish, ya'ni norasmiy sektorni qisqartirish, soliqlarni yig'ish samaradorligini oshirish va aholining ijtimoiy himoyasini kuchaytirish bo'yicha jiddiy islohotlar olib bormoqda. Endi har bir moliyaviy oqim shaffof bo'lishi talab etilmoqda. Natijada banklar, davlat idoralari va boshqa moliyaviy institutlar sizdan daromadingizning, mulkingizning, faoliyatingizning rasmiy tasdig'ini talab qila boshladi. Oddiy qilib aytganda, pul endi havodan kelmaydi. U qayerdan kelayotganini, qanday topilganini, qonuniy ekanligini tasdiqlovchi hujjatlar talab qilinadi. Bu nafaqat kredit olish yoki davlat tomonidan beriladigan nafaqa olishda, balki ba'zi hollarda katta hajmdagi xaridlarni amalga oshirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bu o'zgarishlar birdaniga bo'lmadi. U asta-sekinlik bilan joriy etilib, bugungi kunda o'zining cho'qqisiga chiqmoqda. Asosiy qism bir. Nimalarni bilishingiz kerak, kim xavotirlanishi kerak va kim xavotirlanishi shart emas. Keling, endi bu o'zgarishlarning tafsilotlariga chuqurroq kirib boraylik. Kim xavotirlanishi kerak va kim xavotirlanishi shart emasligini tushunib olaylik. Birinchidan, bu nimalarni bilishimiz kerak degani asosiysi. Har qanday rasmiy moliyaviy operatsiya uchun sizdan daromad manbangizni tasdiqlovchi hujjatlar talab qilinishi. Bu sizning maoshingiz, biznes daromadingiz, ijara to'lovlari yoki boshqa qonuniy manbalardan kelgan pullar bo'lishi mumkin. Kim xavotirlanishi kerak? Bu savolga javob berishda aniq misollarga murojaat qilamiz. 1. Norasmiy daromad bilan yashaydigan shaxslar. Agar siz doimiy ravishda norasmiy ishlarda ishlasangiz, masalan, o'qituvchilik usta xizmati, kichik hunarmandchilik bilan shug'ullanib, daromadingizni hech qayerda rasmiylashtirmagan bo'lsangiz, demak siz xavotirlanishga asos bor. Asosiy misol, Toshkentda yashovchi 45 yoshli Temur akaga pul zarur bo'ldi. U do'kondorlik qilib har oy taxminan 5 million so'm daromad topadi. Lekin hech qanday yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tmagan va bank hisobiga hech qanday pul tushirmagan. Bankdan ertalab kredit olishga borganida, bank xodimi undan so'nggi 6 oylik daromadi to'g'risida rasmiy ma'lumotnoma talab qildi. Temur aka bunga javoban men har kuni naqd pulda savdo qilaman, qanday ma'lumotnoma olaman degan savolni berdi. Natijada Temur aka bankdan kredit ololmay qaytdi. Chunki uning rasmiy daromadi nolga teng. Banklar moliyaviy institutlar bo'lganligi sababli ular qarz berayotgan shaxsning to'lov qobiliyatiga, ya'ni rasmiy daromadiga qarab ish yuritishadi. Temur akaning do'kondan har kuni kelgan 300 ming so'm naqd pul uning rasmiy daromadi sifatida qabul qilinmaydi. Sabab va oqibat. Ilgari bunday vaziyatda ba'zi banklar oborotga, ya'ni do'konning kunlik kirimiga qarab ham kredit berishi mumkin edi. Ammo hozirda, ayniqsa tadbirkorlik kreditlari uchun rasmiy soliq deklaratsiyalari, bankdagi hisob varaqlarining harakati va rasmiy hujjatlar talab qilinadi. Temur aka o'z faoliyatini rasmiylashtirmagani uchun davlatning tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash dasturlaridan ham, bank kreditlaridan ham foydalana olmadi.
u hatto davlatdan subsidiyalar yoki imtiyozlar olishga ham haqli emas. Chunki uning rasmiy maqomi yo'q. 2. Katta xaridlarni amalga oshirishni rejalashtirganlar kvartira, mashina, yer uchastkasi kabi qimmat mulklarni sotib olayotganda, ayniqsa bank orqali to'lov amalga oshirilsa, sizdan bu pulning manbasini tasdiqlash talab qilinishi mumkin. Bu pul yuvishga qarshi kurash choralaridan biridir. Asterisk. Misol, Samarqandlik Otabek o'zining ko'p yillik yig'an pullar evaziga 200 million so'mlik avtomobil sotib olmoqchi bo'ldi. U pullarni uyda, sandiqda saqlagan. Avtomobil sotuvchisi pulni bank orqali o'tkazishni talab qildi. Otabek bankka borib, pulni o'z hisobiga joylashtirmoqchi bo'lganida, bank xodimi uning bu pulni qayerdan olganligini so'radi. Otabek yillar davomida ro'zg'ordan orttirib yig'ganman deb javob berganida, bank pulning kelib chiqish manbasini tasdiqlovchi hujjatlar, masalan, ish haqi ma'lumotnomasi, mulk sotuvi hujjati yoki boshqa rasmiy hujjatlar kerak dedi. Otabek hech qanday hujjat ko'rsata olmadi. Natijada u pulni bankka qo'ya olmay qoldi. Va sabab va oqibat bu pul yuvish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurash bo'yicha xalqaro standartlarga mos keladigan talab. Katta miqdordagi naqd pulning manbasini tasdiqlay olmaslik kelajakda uni bank orqali ishlatishda jiddiy muammolarga olib keladi. Otabekning vaziyatida agar u ilgari daromadlarni rasmiy bank hisobida saqlaganda edi, bunday muammoga duch kelmasdi. Hozirda esa u bu pullarni biror bir rasmiy faoliyat orqali oqartirishi yoki uzoq muddatda kichik summalarda ishlatish kerak bo'ladi. Bu esa juda noqulay. O'ti ijtimoiy yordam yoki subsidiyalar olmoqchi bo'lganlar davlatdan har qanday turdagi yordamni, nafaqalar, subsidiyalar, imtiyozli kreditlar olish uchun ham sizdan rasmiy daromadingiz, oilaviy ahvolingiz va mulkingiz haqida hujjatlar talab qilinadi. Misol, Farg'onada yolg'iz onalar uchun imtiyozli uy olish dasturi e'lon qilindi. 7 yoshli Madina 2 farzandi bilan ijarada yashar va bu dasturdan foydalanmoqchi edi. Dastur shartiga ko'ra, uy olish uchun talabgorning rasmiy daromadi ma'lum bir miqdordan oshmasligi va mulki bo'lmasligi kerak edi. Madina esa norasmiy ravishda tikuvchilik bilan shug'ullanar, topgan pulini har doim naqd shaklda olar edi. Uning ish haqi kartasi bo'lmagani uchun oylik daromadni tasdiqlovchi hujjat yo'q edi. Ariza topshirishda u davlat xizmatlari markazidan daromad haqida ma'lumotnoma so'rashganda Madina buni taqdim eta olmadi. Natijada u dasturda ishtirok eta olmadi. Chunki uning rasmiy daromadi ko'rsatilmagani uchun uning moliyaviy ahvoli aniq emas edi. Sabab va oqibat davlat tomonidan beriladigan har qanday yordam aniq mezonlar asosida eng muhtoj oilalarga yetib borishi kerak. Buning uchun esa har bir nomzodning moliyaviy holati shaffof tarzda aniqlanishi shart. Agar sizning daromadingiz rasmiylashtirilmagan bo'lsa, siz davlatning ijtimoiy himoya mexanizmlaridan chetda qolasiz. Bu nafaqat uy, balki bolalar nafaqasi, ishsizlik bo'yicha yordam, maktabgacha ta'lim muassasalariga imtiyozli joylashuv kabi masalalarda ham muammolarga sabab bo'lishi mumkin. 4. Biznesini kengaytirmoqchi bo'lgan tadbirkorlar. Agar siz o'z biznesingizni kattalashtirmoqchi, yangi bozorlarga chiqmoqchi yoki xalqaro hamkorlik qilmoqchi bo'lsangiz, barcha hujjatlaringiz tartibda bo'lishi shart. Misol, Astirish qarshilik dehqon Bobur akaga chet eldan kelgan hamkorlar qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qilish bo'yicha yirik shartnoma taklif qilishdi. Uning kichik fermer xo'jaligi bor edi, lekin uning barcha operatsiyalari, yer bilan bog'liq shartnomalar, ishchi xizmatlari va mahsulot sotish kabi amallar yarim rasmiy holatda edi. Hamkorlar esa fermer xo'jaligining moliyaviy hisobotlarini, soliq to'lovlari tarixini, eksport litsenziyalarini va xalqaro sifat sertifikatlarini talab qilishdi. Bobur aka esa bunday hujjatlarning aksariyatiga ega emas edi, chunki u bularga hech qachon ehtiyoj sezmagan. Uning xorijiy hamkorlari esa bunday rasmiyatchilikni talab qilishdi, chunki ular uchun shaffoflik va qonuniy kafolat muhim edi. Bobur aka yirik shartnomadan mahrum bo'ldi. Sabab va oqibat. Global iqtisodiyotda shaffoflik va qonuniylik asosiy talab hisoblanadi. Tashqi bozorlarga chiqish yoki yirik investorlarni jalb qilish uchun biznesingizning barcha jihatlari rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak. Bu nafaqat soliqlar, balki mehnat shartnomalari, korporativ boshqaruv va atrof muhit standartlariga rioya qilishni ham o'z ichiga oladi. Bobur aka kabi tadbirkorlar o'z biznesini rasmiylashtirmagani uchun nafaqat ichki, balki tashqi imkoniyatlardan ham mahrum bo'ladilar. Kim xavotirlanishi shart emas. Aksincha, agar sizning daromadingiz rasmiy, ya'ni ish haqingiz bank kartasiga tushsa,
biznesingiz rasman ro'yxatdan o'tgan bo'lsa va soliqlarni muntazam to'lasangiz, siz xavotirlanishga asos yo'q. Sizning barcha moliyaviy operatsiyalaringiz shaffof va qonuniy. Shuning uchun banklar yoki davlat idoralari sizdan qo'shimcha hujjatlar talab qilmaydi. Misol davlat tashkilotida ishlaydigan 35 yoshli Gulnora o'qituvchi. Uning oylik maoshi 1 million so'm bo'lib, har oy bank kartasiga tushadi. U yangi maishiy texnika sotib olish uchun 10 million so'm kredit oldi. Bank undan faqat pasport va ish haqi kartasi rekvizitlarini so'radi. Chunki uning daromadi rasmiy hisoblangan va bank tizimida ko'rinib turardi. U hech qanday muammoga duch kelmadi. Sabab va oqibat: rasmiy bandlik va rasmiy daromad sizga moliyaviy barqarorlik va ishonchli kelajakni ta'minlaydi. Kreditlar, subsidiyalar, davlat xizmatlari, bularning hammasi siz uchun ochiq bo'ladi. Sizning moliyaviy tarixingiz shaffof bo'lgani uchun moliyaviy institutlar sizga ishonadi. Asosiy qism 2 qoidalarning istisnolari. Tuzoqlar va noaniq nuanslar har bir qoidada bo'lgani kabi, bu yangi tizimda ham istisnolar, e'tibordan chetda qolishi mumkin bo'lgan noaniq jihatlar va tuzoqlar mavjud. Bularni bilish sizni kutilmagan muammolardan himoya qiladi. Kichik miqdorlar uchun istisnolar. Barcha operatsiyalarga ham bir xil qattiq talablar qo'yilmaydi. Kichikroq miqdordagi naqd pul operatsiyalari, kundalik xaridlar yoki kichik xizmat ko'rsatishlar uchun hozircha katta hujjatbozlik talab qilinmaydi. Asiqnoz banklar va soliq idoralari katta miqdordagi pul oqimlariga ko'proq e'tibor beradi. Ya'ni 50 ming so'mga somsa sotib olganingizda sizdan daromad manbasi so'ralmaydi. Ammo 50 million so'mga avtomobil yoki uy oldi sotdi qilganingizda vaziyat boshqacha bo'ladi. Bu chegaralar doimiy ravishda o'zgarishi mumkin. Shuning uchun eng dolzarb ma'lumotlarni banklar va soliq idoralaridan so'rashtirib turish muhim. Tuzoq. Ba'zilar bu kichik miqdor chegara qachongacha amal qilishini bilmay, norasmiy operatsiyalarda davom etaveradi. Ammo texnologiyalar rivojlanishi va shaffoflik talablari kuchayishi bilan bu chegara asta-sekin pasayib borishi mumkin. Shuning uchun kichik biznes egalari ham iloji boricha rasmiylashishga intilishlar kerak. 2. Oilaviy yordam va sovg'alar. Yaqin qarindoshlaringizdan olgan pul mablag'lari, sovg'alar, moddiy yordam ko'pincha daromad sifatida qabul qilinmaydi va ular uchun daromad solig'i undirilmaydi. Ammo katta miqdordagi pul haqida gap ketganda, bu ham ma'lum bir rasmiyatchilikni talab qilishi mumkin. Asli nuans: agar ota-onangiz farzandiga uy sotib olish uchun 1,5 million so'm bergan bo'lsa, bank bu pulning manbasini so'rashi mumkin. Bunday hollarda notarial tasdiqlangan hadya shartnomasi yoki qarz shartnomasi yordam beradi. Ya'ni men o'g'limga faloncha pul berdim degan gapning o'zi yetarli bo'lmasligi mumkin. Tuzoq. Odamlar ko'pincha oilaviy yordamni hech qanday hujjatlarsiz, shunchaki qarindoshlik rishtalari asosida amalga oshirishga o'rgangan. Biroq banklar va soliq idoralari uchun bu qarindoshlik rishtalari kamdan kam hollarda rasmiy hujjat hisoblanadi. Agar summasi katta bo'lsa va u sizning rasmiy daromadingizdan sezilarli darajada oshib ketsa, bu pul yuvish shubhasini uyg'otishi mumkin. Shuning uchun hatto yaqin qarindoshlaringizdan katta miqdorda pul olayotgan bo'lsangiz ham hadya shartnomasi tuzish yoki notariusda tasdiqlatish maqsadga muvofiq bo'ladi. 3. Qishloq joylardagi o'ziga xosliklar. Qishloq joylarda norasmiy iqtisodiyotning ulushi hali ham sezilarli. Chorvachilik, dehqonchilikdan olingan daromadlar ko'pincha hujjatlashtirilmaydi. Asl nuans: bu dehqonlar uchun kredit olish, subsidiyalar yoki boshqa moliyaviy xizmatlardan foydalanishda jiddiy to'siq bo'lib xizmat qiladi. Davlat ularga yordam berish uchun ma'lum mexanizmlarni joriy qilmoqda, masalan. O'zini o'zi band qilgan shaxslar uchun soddalashtirilgan tizim. Tuzoq. Qishloq aholisi ko'pincha bu yangiliklardan bexabar bo'lishi yoki ulardan foydalanish uchun zarur ko'nikmalarga ega bo'lmasligi mumkin. Misol uchun, o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tish onlayn tarzda amalga oshiriladi. Bu esa kompyuter yoki smartfon bilan ishlashni bilmaydiganlar uchun qiyinchilik tug'diradi. Natijada ular o'z qonuniy daromadlarini rasmiylashtira olmay, imtiyozlardan mahrum bo'lishadi. Naqd pulsiz hisob kitoblarning kuchayishi davlat naqd pulsiz hisob kitoblarini rag'batlantirmoqda. Bu bank kartalari, mobil ilovalar orqali to'lovlarni anglatadi. Nuans: agar sizning barcha pul oqimlaringiz naqd pulsiz bo'lsa, banklar va soliq idoralari uchun ularni kuzatish va hisobga olish osonlashadi. Bu sizning moliyaviy tarixingizni shakllantirishga yordam beradi. Tuzoq. Ba'zi tadbirkorlar hanuzgacha naqd pulda ishlashni afzal ko'radilar
Bu esa ularning daromadlarini hisobga olishda muammolar tug'diradi. Agar siz o'z xaridlaringizni, kommunal to'lovlarni yoki xizmatlaringiz uchun naqd pulda to'lab, rasmiy elektron cheklarni olmasangiz, sizning xarajatlaringiz ham hisobga olinmay qolishi mumkin. Bu esa daromad va xarajatlaringiz o'rtasidagi nomuvofiqlikni keltirib chiqaradi. Bu soliq idoralarining e'tiborini tortishi mumkin. Praktik tavsiyalar, tomoshabin nima qilishi kerakligi bo'yicha aniq qadamlar aziz do'stlar. Men sizga vaziyatni tushuntirdim. Endi nima qilish kerakligi haqida aniq ko'rsatmalar beraman. Har qanday moliyaviy muammo yoki imkoniyatdan foydalanishda sizga yordam beradigan amaliy qadamlar. Daromadingizni rasmiylashtiring. Bu eng asosiy qadam. Agar siz norasmiy ish bilan shug'ullansangiz, uni qonuniylashtirishni o'rganing. Nima qilish kerak? Agar siz doimiy ish joyiga ega bo'lmasangiz, o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'ting. Bu juda sodda va arzon. Qayerga borish kerak? mybank.gov.uz yagona interaktiv davlat xizmatlari portaliga kiring yoki davlat xizmatlari markaziga DXM murojaat qiling. O'zini o'zi band qilgan shaxslar bo'limini toping. Asli qanday hujjatlar kerak? Faqat pasportingiz. Portal orqali ro'yxatdan o'tish uchun sizga elektron raqamli imzo kerak bo'ladi. Uni ham beximda olishingiz mumkin. Asli nima yozish kerak? Onlayn sharhini to'ldirasiz. Unda sizning faoliyat turingiz ko'rsatiladi. Masalan, sartarosh, taksichi, o'qituvchi, hunarmand va hockey. Natija. Siz rasmiy maqomga ega bo'lasiz, soliq to'laysiz. Bu esa kelajakda kredit olish, nafaqa olish yoki boshqa davlat xizmatlaridan foydalanishda sizning daromadingizni tasdiqlaydi. Minimal soliq to'lovi bilan siz o'zingiz uchun kelajak poydevorini qurgan bo'lasiz. Misol uchun sartaroshlik bilan shug'ullanuvchi Shahnoza opani olaylik. U ilgari norasmiy ishlagan. Endi u o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tib, yiliga bir marotaba minimal miqdorda soliq to'laydi. Endi u bankdan maishiy texnika uchun kredit olmoqchi bo'lganida o'zining rasmiy daromadini tasdiqlovchi ma'lumotnomani bemalol taqdim eta oladi. 2. Bank hisob varag'idan faol foydalaning. Pul mablag'laringizni naqd pulda uyda saqlash o'rniga bank kartangiz yoki hisob varag'ingizga o'tkazing. Nima qilish kerak? Oylik daromadingizni hatto agar siz o'zingizni o'zi band qilgan shaxs bo'lsangiz ham bank kartasiga o'tkazib oling. Barcha xaridlaringizni iloji boricha kartadan to'lang. Qayerga borish kerak? Har qanday tijorat bankining filialiga borib, jismoniy shaxs uchun hisobvaraq oching va bank kartasini oling. Qanday hujjatlar kerak? Pasportingiz, nima yozish kerak? Bank xodimiga hisob ochish uchun ariza yozasiz. Natija, sizning bank hisobingizdagi operatsiyalar, kirim va chiqimlar sizning moliyaviy faoliyatingizni aks ettiradi. Bu sizning kredit tarixingizni shakllantiradi va kelajakda bankdan kredit olish uchun juda muhim bo'ladi. Misol uchun, kichik do'kon egasi Jamshid har kun tushgan pulni o'zining tadbirkorlik hisobiga o'tkazib borsa, 1 yildan so'ng u o'zining tovar aylanmasini bank hisobotlari orqali isbotlay oladi. Bu esa unga biznesni kengaytirish uchun katta miqdorda kredit olishga yordam beradi. 30. Har bir yirik moliyaviy operatsiyani hujjatlashtiring. Katta miqdordagi pul o'tkazmalari, mulk oldi-sotdi shartnomalari, qarz berish olish holatlarida har doim rasmiy hujjatlarni rasmiylashtiring. Nima qilish kerak? Agar kimdandir katta miqdorda qarz olsangiz yoki bersangiz, yozma qarz shartnomasini tuzing va imkon bo'lsa, notarial tasdiqlating. Agar sizga oila a'zolaringizdan katta miqdorda pul sovg'a qilingan bo'lsa, hadya shartnomasini rasmiylashtiring. Qayerga borish kerak? Notariya idoralar. Qanday hujjatlar kerak? Shartnoma mavzusiga qarab, pasportlar, mulk hujjatlari va pul manbasini tasdiqlovchi hujjatlar talab qilinishi mumkin. Nima yozish kerak? Notarius sizga shartnoma matnini tayyorlashda yordam beradi. Unda summasi, tomonlar, muddatlar va boshqa shartlar aniq ko'rsatilishi shart. Natija. Bu hujjatlar sizning pullaringizning qonuniy manbasini tasdiqlaydi va kelajakda kutilmagan savollar tug'ilganda sizni himoya qiladi. Aytaylik, Amira opaga otasi uy sotib olish uchun 1 million so'm berdi. Agar ular notarial tasdiqlangan hadya shartnomasini tuzmasalar, Amira opadan bank bu pulni qayerdan oldingiz deb so'raganda, u rasmiy javob bera olmasligi mumkin. Hadya shartnomasi esa bu muammoni hal qiladi. 4. Mulk hujjatlarini tartibda saqlang. Uy-joy, avtomobil, yer uchastkasi kabi mulklarning egalik huquqini tasdiqlovchi hujjatlar doimiy ravishda yangilangan va to'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak. Nima qilish kerak? Kadastr hujjatlari, texnik pasportlar, oldi-sotdi shartnomalari, bularning barchasi sizda mavjud ekanligiga va ularning barchasi
qonuniy kuchga ega ekanligiga ishonch hosil qiling. Asta qayerga borish kerak? Asta davlat xizmatlari markazlari, kadastr agentligi idoralari. Asta qanday hujjatlar kerak? Shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar. Asta ko'rib nima yozish kerak? Tegishli arizalar. Asta natija ochish. Mulkingiz bilan bog'liq har qanday operatsiyada sotish, garovga qo'yish, meros qoldirish sizda hech qanday muammo tug'ilmaydi. Chunki barcha hujjatlar rasmiy va qonuniy bo'ladi. 5. Soliq deklaratsiyalarini to'ldirishni o'rganing. Agar siz tadbirkor bo'lsangiz, soliq deklaratsiyalarini o'z vaqtida va to'g'ri to'ldirish juda muhim. Nima qilish kerak? Daromadlaringiz va xarajatlaringizni to'g'ri hisoblang. Barcha soliqlarni o'z vaqtida to'lang. Qayerga borish kerak? Soliq inspeksiyasi, Soliq.uz portali. Qanday hujjatlar kerak? Bank hisobotlari, kassa cheklari, kirim-chiqim daftarini yuritish. Astirish nima yozish kerak? Soliq deklaratsiyasi, blankalar yoki onlayn sharhlarni to'ldirish. Natija bu sizning biznesingizning qonuniyligini tasdiqlaydi va kelajakda davlat tomonidan beriladigan imtiyozlar yoki kreditlardan foydalanishga yordam beradi. Xulosa va yakuniy ogohlantirish bugungi video davomida biz pulning kelib chiqish manbasi va uni tasdiqlovchi hujjatlarning zamonaviy iqtisodiyotdagi mutlaq muhimligi haqida gaplashdik. Norasmiy iqtisodiyot davri asta-sekin o'tmishga aylanmoqda. Har bir moliyaviy oqim shaffof bo'lishi talab qilinmoqda. Bu ba'zilar uchun noqulaylik tug'dirishi mumkin, ammo umumiy iqtisodiyotimizning rivojlanishi, har bir fuqaroning ijtimoiy himoyalanishi va davlatning barqarorligini ta'minlash uchun zaruriy qadamdir. Unutmang, sizning rasmiy maqomingiz, hujjatlaringiz, bankdagi hisobotingiz bularning barchasi bugun sizning kelajagingizni, moliyaviy barqarorligingizni va farovonligingizni belgilab beradi. Pul hujjatlarsiz kelmaydi degan ibora shunchaki ogohlantirish emas, balki amal qilish kerak bo'lgan qoidadir. O'zingizni va yaqinlaringizni moliyaviy qiyinchiliklardan himoya qilish uchun hozirgi imkoniyatlardan foydalaning va barcha moliyaviy faoliyatingizni rasmiylashtiring. Umid qilamanki, bu video siz uchun juda foydali bo'ldi. Agar sizda savollar bo'lsa, o'z fikr mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Men ularga javob berishga harakat qilaman. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha